Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga bahorning mart oyining o'rtalarida quyosh charaqlab chiqqan bahoriy kayfiyat bilan quyosh panellari to'g'risida qisqagina video qilishni niyat qildim. Mutaxassis sifatida savollar tushdi. Mutaxassis sifatida sizlarga ayrim tavsiya va maslahatlarni beraman. Hozir men o'z otayimga qishlog'imga keldim va bundan 2,5 yil oldin quyosh paneli o'rnatgandim. Uning foydasi to'g'risida sizlarga qisqagina qilib obzor qilib beraman. Videoni ko'rishdan oldin like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Bundan da ko'p yangiliklarim bor. Unday bo'lsa, videoni boshladik. Mana xonadonimizga o'rnatilgan, ya'ni ota uyimga o'rnatilgan quyosh paneli. Mana 2,5 yil bo'ldi. Yaxshigina foydalanib kelyapmiz. Bu alohida montaj qilingan, ya'ni 3 kilovatlik quyosh paneli 6 ta paneldan tashkil topgan. Mana pastda turgan panelni ko'rib turibsiz. Xuddi shunday paneldan 6 ta joylashtirilgan. Ya'ni 3 kilovat. 3 kilovatdan ko'proq, endi plus minus tomonlarni hisobga olish kerak. Shuning uchun ham o'rtacha 3 kilovat deb olinadi. Siz xonadoningizga 5 kilovat qo'yasizmi, 10 kilovat qo'yasizmi, 20 kilovat qo'yasizmi, undan ortiqroq qilib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Masalan, siz 20 kilovat qo'ymoqchi bo'lsangiz yo 10 kilovat qo'ymoqchi bo'lsangiz, 1 kilovat ortiqchasi bilan qo'yishingizni maslahat beraman. Shunda sizga yaxshi natijani beradi. Bu alohida montaj qilingan, mana bu korpus deyiladi, mana alohida bo'lib turibdi, mana 3 ta derazali korpus. Shu yerga alohida montaj qilingan va u yerda kalsonerda bu tomonda ariston bor, hozir ko'rsataman aristonni, suv nasozni, ichkarida oshxonani ichida tifalni, keyin tukpiltani ishlatiladi. Endi buni invertori qayerda joylashgan? Invertori mana bu tomonda, ya'ni shovqin chiqqani uchun, mana bu invertordan shovqin chiqqani uchun shu yerga joylashtirilgan, xonadondan alohida qilib joylashtirilgan. Va u montaj qilingan to'liq. Mana tepaga qo'yganimizda, mana rubelni tepaga qo'yganimizda davlat tukuvi o'tadi. Pastga qo'yganimizda quyosh paneliga o'tadi. To'g'ridan to'g'ri quyosh paneliga qo'ysangiz bo'lmaydimi? Bundan to'liq foydalana olmayapsizmi deyishingiz mumkin. Bu panel tepada yuqorida qo'yilgan panel 3 kilovatlik panel. Xonadoningizga qo'ymoqchi bo'lsangiz, kamida 5 kilovatlik panel qo'yishingiz kerak bo'ladi. 5 kilovatlik panel siz uchun yetadi. Keyin uni to'g'ridan to'g'ri ulab qo'ysangiz ham bo'ladi. Lekin xonadoningizga qo'yilayotgan narsaga ham bog'liq. Mana bu yerda ariston joylashgan. Aristonni ham ishlatadi. Birdaniga ishlatilmaydi. Shuni ham esdan chiqarmang. Birdaniga ishlatilmaydi. Bu Restar Solar degan invertor. Hozirgi vaqtda Restar Solar eng past sortli invertor desa ham bo'ladi, chunki bizga ko'p buzilib keldi bu. Ya noto'g'ri ulanish natijasida bo'lgandir. Endi men shunday deb bilaman, bu eng ham arzonroq, ham sifati o'rtacharoq desa ham bo'ladi. Sifati o'rtacharoq invertor hisoblanadi. Lekin mana 2,5 yildan beri mana shu yerda foydalanyapmiz biz. Hatto katta atboynikni ham ishlatdik. O'sha qurilish ishlari bo'lgan paytda, svet yo'q paytda atboyniklar bilan betonlarni o'ygan vaqtimiz ham bo'lgan. O'sha invertor bilan. Demak, ish beradigan invertor hisoblanadi. Faqat undan foydalanayotganda montajga e'tibor berish kerak. Davlat tukiga ulanganligini nazorat qilish kerak bo'ladi. Albatta, men mutaxassis sifatida o'sha narsani bilganim uchun balkim o'sha narsaga e'tibor bergandirman. Uni tushunmagan odam boshqacha ulab yuborgandir, uni kuyib kelgan.
Ochig'ini aytadigan bo'lsak, u kuyib kelgan. Xullas kalom, Ariston doimiy ravishda kunduzi ulanib turiladi. Ya'ni quyosh paneliga. Nasoz ham ulanib turiladi. Aqlli nasoz deyiladi, bilasiz bu narsani. Aqlli nasoz 550 talik aqlli nasoz ulanib turiladi. Keyin narigi tomonda kalsioner bor. Narigi tomonda kalsioner bor. Kalsionerda ham faqat Ariston bilan birgalikda parallel ulasak, nagruzkani invertorimiz ko'tarilmaydi. Quyosh paneliga ham nagruzka tushadi. Shuning uchun Ariston, bilasiz, Ariston o'chib ishlaydigan narsa. O'chganini ko'rib ishonchimiz hosil bo'lgandan keyin kalsioner qo'shiladi. Chunki buning o'zi 2 kilovatdan ko'proq tok iste'mol qiladi. Bilasiz, kalsionerimiz ham 2 kilovatga yaqin tok iste'mol qiladi. Yoz bo'yi, mana 2 yildan beri yoz bo'yi foydalanib kelinyapti o'sha quyosh panelidan. Yoz bo'yi elektr energiyani juda tejaydi. Misol uchun, men domda turaman, 3 xonali domda turaman. Kalsioner ishlatdim o'tgan yil yozda, iyul oylarida 350 mingdan 400 minggacha kommunal, ya'ni elektr energiyaga pul to'ladim. Bu yerda ukam foydalanadi, ya'ni ota-onalar bilan birga turganim uchun. 150 ming, 100 mingdan 150 minggacha elektr energiyaga pul sarflagan. Yana ikkita xo'jalik desa ham bo'ladi. Bu yerda ham kalsioner ishlatiladi. Yerda kalsioner bor. Kalsioner tinimsiz ishlaydi yozda. Shuning hisobiga, quyosh panelining hisobiga albatta elektr energiya ancha tejadi. Endi mutaxassis sifatida sizga aytadigan, maslahat beradigan bo'lsam, xonadoningizda 5 kilovatli quyosh paneli qo'ysangiz, qo'yishni maslahat beraman, eng kami. Sizda bemalol kalsioner va bunday Aristonni parallel ravishda ishlatish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Albatta, akkumulyatorga ham bog'liq. Akkumulyatorlarga ham bog'liq. Bu yerda 200 amperlik akkumulyator bor, ya'ni 24 volt 200 amper. Pastda ham joylashgan akkumulyatorlar. Tepadan joylashgan. Endi 2 yil davomida endi ko'pincha akkumulyator muammosi bo'ladi. Har 2 yil, 3 yilda akkumulyator almashtirishga majbur bo'lib qolamiz. To'g'ri. Lekin jelizofosfatni akkumulyator qo'ysangiz 10 yil davomida sizga ish beradi. Jelizofosfatni akkumulyatorlar hozir juda keng tarqalyapti, ya'ni ommalashyapti. Bu elektromobillarda ham ko'p foydalanilyapti. Endi kirib keldi. Bu sifatli ham yashash vaqti uzun, keyin hajmi kichikroq joyda egallaydi, amperi juda katta bo'lgan quyosh panellari akkumulyatorlar hisoblanadi. Litiy ionini qo'ysangiz bo'ladi, lekin u xavfli, ya'ni yonib ketish, portlab ketish xavfi bo'lgani uchun litiy ionlardan uy xonadonlarga foydalanishni maslahat bermayman. Endi quyosh paneli to'g'risida ma'lumot beradigan bo'lsam, hozirgi vaqtda eng ko'p tarqalgan quyosh panellari 500 vatlik, 550 vatlik panellar hisoblanadi, ko'rib turibsiz. Mana buning ham balandligi 213 metr 23 sm. Eni eniga 1 metr 15 sm 550 vatlik quyosh paneli hisoblanadi. Bu ozroq chang bo'lib qolgan, qo'shimcha qo'yishimiz uchun olib kelingan bu. Sizlarga aytdim boshda, masalan 5 kilovatlik yo 10 kilovatlik qo'ymoqchi bo'lsangiz, 1 kilovat ortiqchasi bilan qo'ying degan maslahatni berdim. Xuddi shu narsani biz mana bu tepada ro'parasa 3 kilovatdan oshiqroq, lekin biz yana 1,5 kilovat ortiqchasi bilan qo'yishni qo'ymoqchimiz, aniqroq aytadigan bo'lsam. Xullas kalom, hammalaringizga qo'yishni maslahat beraman. Manzilni ko'ryapsiz, internet saytlarida quyosh paneli deb kirsangiz saytlarga, ayniqsa bir kanal bor, Vodiy Obzor. Men ko'p ko'raman, ko'p o'sha kanal yangiliklar ko'p berib qoladi. Vodiy Obzorda panellarning turlari to'g'risida va ularning
sotilish narxlari to'g'risida ma'lumot bergan. O'sha joyga kirib narxlarni bilsangiz bo'ladi bemalol. Boshqa kanallar ham bor, faqat Vodiy Avzor emas. Boshqa kanallar ham bor. Maslahat beraman. O'sha quyosh panellarini haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lib sotib olishingizni maslahat beraman. Chunki har xil quyosh panellari bor. Sizlarga maslahat beradigan ishonchli bo'lgan quyosh panellari hozir men beradigan maslahatim Jinko quyosh panellarini olsangiz ham sifatli, ham monokristalli panel hisoblanadi. Shuni olishingizni maslahat beraman. Men aytadigan gapim va maslahatlarim, tavsiyalarim invertorda ham quyosh panelini ham yaxshilab surishtirib, mutaxassislar bilan, aniqroq mutaxassislar bilan surishtirib olishingizni maslahat beraman. Chunki parchipkalari ham bo'ladi ichida, siz bilmaysiz. Mutaxassis bilan maslahatlashsangiz, men bilan bog'lansangiz ham bo'ladi. Quyosh panellari bo'yicha telefon raqamimni qoldiraman va shunga qarab bemalol xonadoningizga o'rnatishingiz mumkin. Maslahat beraman. Xonadoningizga o'rnatishda. Bundan buyog'iga quyosh paneli bo'ladi. Elektromobillar, elektroskuterlar ham o'sha xonadoningizda quyosh paneli orqali zaryadlanadigan bo'ladi. Video ham yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Kommentariyada savollaringiz bo'lsa, yozib qoldiring. Shunga qarab video tayyorlashga harakat qilaman. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha omon bo'lingizlar.